Viloyat g'aznachilik boshqarmasi Respublika tovar xom ashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati Sirdaryo filiali tomonidan davlat xaridlari savdolarida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ishtirokini yanada oshirish hamda davlat xaridlari samaradorligini oshirish mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Tadbir davomida ma'ruzachilar tomonidan mavzu borasida fikrlar almashinildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-dekabrdagi davlat xaridlarida ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda keng imkoniyatlar yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining mazmun-mohiyati borasida ham ishtirokchilarga ma'lumotlar berildi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda kooperatsiya aloqalarini chuqurlashtirish, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarni aniqlash hamda ular to'g'risidagi axborotlarni olishni takomillashtirish orqali davlat xaridlarida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ishtirokini yanada kengaytirish borasida aniq misollar orqali tushuntirishlar berildi. Prezident tomonidan 2024-yil 4-dekabrdagi davlat xaridlarida ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda ularga keng imkoniyatlar yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 417 sonli qarorlar qabul qilingan. Ushbu qaror asosida O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi tomonidan Ekoplatforma.uz platformamiz yaratilgan. Ushbu platforma mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun yaratilgan bo'lib, ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni davlat buyurtmachilariga to'g'ridan-to'g'ri sotish imkoniyati yaratildi bugungi kunda. Hozirgi kunda viloyatimiz bo'ylab 97 tadan oshiq korxona ushbu platformada qatnashmoqda. Ushbu platformaning yaratilishidan maqsad mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda davlat buyurtmachilari tomonidan xarid qilinadigan mahsulotlarning narxini minimal darajaga tushirish. To'g'ridan-to'g'ri shu mahalliy ishlab chiqaruvchining o'zidan xarid qilish imkoniyatini yaratish edi. Shuningdek, mazkur qarorga muvofiq O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan islohotlarni samarali amalga oshirish bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Davlat xaridlarini amalga oshirishda ishlab chiqaruvchilarga qulay raqobat muhitini ta'minlash, ularning davlat xaridlaridagi ishtirokini qo'llab-quvvatlashda ham qator vazifalar borligi xususida alohida aytib o'tildi. Tashkil etilgan seminar asnosida ishtirokchilar qaror mazmun-mohiyati borasida tushunchalarga ega bo'lishdi hamda o'zlarini qiziqtirgan savollar batafsil javoblar olishdi.